Bugun 10 tonna buqa go'shtidan Dunyodagi eng katta mehr somsalarini tayyorlaymiz. Bosim bobo choyxonasidan minglab 10 kilodan 2 kilogacha hamda o'rtacha somsalarni tonnalab o'zimizning jaydari mol go'shtidan samimiyat va mehr bilan tayyorlashar ekan. Dunyodagi eng katta gigant somsalarni yopish uchun 13 ta tandirimiz tayyor holatda. Alisher aka, Bosim boboning mehr somsalarini chet davlatlarda tayyorlash niyatingiz bormi? Bizning mehr somsalarimizni nafaqat dunyo, Marsdagilar ham tatib ko'radi inshaalloh. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisa tugmasini bosishni unutmang. Bosim boboning mehr somsasi shunchalik mashhurki, uni tatib ko'rish uchun butun respublikamiz, hattoki O'rta Osiyodan kelib, minglab insonlar navbatda turishar ekan. Mani hayron qoldirgan tomoni yana qo'shimchasiga mingga yaqin insonlar uchun yangi bino qurilmoqda ekan. Somsalarning ta'miga kelsak, yumshoq va mazali go'sht bilan to'ldirilgan mehr somsalari chinakam ta'mni qadrlovchilar uchun yaratilgandek go'yo. Bunaqa yeydigan odamni birinchi marta ko'rishim. Kommentariyada kim ko'p do'stini belgilagan akkaunt egasiga 20 kishilik davra mutlaqo bepul taqdim etiladi. undan tashqari $200 pul mukofoti ham bor. Agar sizga Bosim bobo somsalari yoqsa, bitta like bosib, ushbu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. M39 trassa Toshkentdan Samarqand kelaverishda, Jizzax mostiga yetmasdan O'nqo'lga 2 kilometr ichkariga kirganingizda yoki Samarqanddan Toshkent ketaverishda Saribdor Dashtobod yo'nalishi. Zomin chorrahasidan o'ng qo'lda, Zominga chap qo'lda esa Bosim bobo choyxonasining mehr somsalari kutib oladi.